Hammaga xayrli kech. Bugun kechki aylanishga chiqdim. Hozir oldinga o'tkazing. Bu hozirgi ko'cha italyanskiy. Bitta teatr bor. Yuraveraylikchi. Tak, bu ko'chani men bu tarafdan hiç yurmagan ekanman. Tak, passaj. Торговый center. Bu yerda Yevrospar bor. Bir tanishimiz ishlagan. Agar o'zi ham ko'rib turgan bo'lsa, kommentariyaga yozib yuboradi. Hozir qor yoqqaniga sal sovuq. Bunaqa o'ta sovuq emas, sezilarli darajada. Tak, bu yerda Peterburgskiy городской bank. Buni ichiga kirmaganman lekin. Bu yoqlar remont bo'lganda fasadi. Tak, yuraveraylikchi. Tak, bu joy o'zi parkovочный место. Hozir qishda uncha emas. Ro'paramizda etnografiskiy muzey bor. Kimdir agar bilmasa. Bu yerdan teatr. Bu teatrning nomini bilmayman. No, bundan keyingi teatr bor. Bu teatrni bilaman. Hozir yo'ldan o'tib olaylik. O'tib oldim. Tak, bu teatr filarmoniya. Bunaqa baland emas, bunaqa katta ham emas. Mixaylovskiy teatr. Eng kattasi adashmasam. Tak, odamlar o'tib ketsin. Yon qismimda bu park. Hozir o'tkazay. Yon qismim park hisoblanadi. Bu yerda adashmasam Pushkinning haykali bor. Remontga tushgan shekilli. Bu gostinitsa Yevropa. Hozir bu tarafga o'taylik-da, bir nimani ko'rsataman. Qo'l muzladi. Hozir tak, mana yerda Anna Pavlova, Великая русская балерина. 1910-yilda yashagan ekan. Mana shu domda. Shu qanaqadir
mashhur chiqqanlar yashab ketgan bo'lsa, qanaqa bir domlarda bunaqa chiqarib qo'yishadi xotira toshlarida. Ha. Так, bu restoran Barshi. Biroz yuraveraylik. Bu italyanskiy ko'chadan Griboyedovaga chiqsa bo'ladi. Griboyedova kanali. Hozir chiqsak. Sal chiqaylik. Tak bu yerda ham muzey emotsiya bor ekan. Bu dvorga kirganman. Bu domda dvoriga. Bu tak bu Kazanskiy saborga chiqsa bo'ladi. Bu yerga to'g'ri yurganda. Anaqaga chiqsalaringiz, o'ngga burilsalaringiz, Spas na Kravi xramaga chiqsa bo'ladi. Cherkov bo'lsa kerak, adashmasam. Hozir shunaqa gap. Kimdir agar bu joylarda bo'lgan bo'lsa, yozib yuborsin. Obuna bo'lib qo'yinglar. Akkauntimni tagida YouTube kanalimda silkasi bor. Shunga qanaqadir katta videolar bo'lsa, Instagramga qo'ymayman, negaki Instagramda video qanaqa zagruzka bo'layotgani, qanchada tushishi ko'rsatilmaydi-da. Menga shu narsasi tushunarsiz. Birinchidan, ikkinchidan Instagramda hali uncha yaxshi izучать qila olganim yo'q. Hammaga xayrli kech.